Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun 2025-yil 23-mart sanasi. Ko'pchilikni talablariga binoan Qulupnoy dalasiga keldik hozir. Qulupnoy teplisani ichidamiz. Qulupnoy haqida video qiling deb aytishganda, mana Qulupnoy dalasidamiz hozir. Dehqon bobomiz bilan suhbatlashib mana shu Qulupnoy haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Videomiz davomida mana shu 1,5 gektarlik Qulupnoy teplisasida to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Assalomu alaykum Ravshan aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Mana shu yerdagi Qulupnoylarni hozir sizlarga dehqon bobomiz, Ravshan akamiz tushuntirib, chiroyli qilib video qilib beradi. Savollarimiz bor o'zimizda. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz Ravshan aka. Men Qaytib Ravshan, mana shu issiqxonada qulupnoy yetishtiryapmiz. 5 yillik tajriba xudo xolasa. Buncha katta gektarga birinchi yil ekishimiz. 5 yil tajriba yig'ib, mana xudo xolasa bu yildan katta daromadga kirib, mana shu darajaga olib keldik, Xudoga shukr. Ravshan aka, mana endi nima uchun aynan siz Qulupnoy tanlagansiz hozir? Qulupnoyimizda ishi osonroq, har qanday sovuqlardan qo'rqmaysiz, Xudoga. Nima bo'lmasa, muzlamadan bu sovuq urmaydi buni. Ham daromad tomondan ham ancha yaxshi, bunday kasallikka chidamlik. Qish kunlarida ham bemalol yetishtirsa bo'ladi, bunday nosi yo'q. Qo'rqadigan joyi yo'q. Pomidorlar, bodringlar qishda qo'rqadi, uni issiq saqlash kerak. Salqin saqlash kerak. Bunda bunday narsa yo'q. Va serdaromadlik uchun pomidor bodringlarga qaraganda pomidorlar ancha serdaromad. Shuning uchun kamroq, ishchi ham uncha ko'p talab qilmaydi, ish kuchi. Ekishga faqat ish kuchi kerak. Undan keyin Başta bir 5 oy, 4 oy davomida ishchi uncha kerakmas. 3-4 kishi mana shuni eplab qilib turgan. Undan keyin terimda odam ko'p kerak bo'ladi. Zagatovkada. Yaxshi. Ravshan aka, o'zimizda bir nechta savollarimizni tayyorlab kelganmiz. Endi mana shu savollarga o'tsak. Ko'pchilik nimalar dehqonlarimiz bo'lishi mumkin. Mana shu Qulupnoy yetishtiraman deb yurganlarga o'zingizda bir samimiy, ochiq ko'ngillik bilan mana shu Qulupnoy haqida ma'lumot bersangiz. Bu Qulupnoylarimiz koreyskiy sulxang. F1 birinchi nav, eng oliy navdagi koreyskiy sulxang. Hosildorligi 6 oygacha hosil beradi. Biz sentyabr oyida ekilgan, dekabrdan hosil boshlaganmiz. Sekin-sekin hozirgi kunga massaga chiqa boshladi. Kuniga 600-700 kilo, 600 kilogacha hozir bor. Olyapmiz kuniga 600 kilogacha. Biz tonnaga chiqaramiz, xudo xolasa. Bu kunlarda tonnaga chiqish kerak. Bu mumkin emas shu. Bir haftaning ichida massaga kirish kerak. Teng yarmidan bu. Bir kun yarmini, ertasi kun yarmi teriladi. Bir kunda buni terib sut qilmayapmiz. Qulupnoy yetishtirish jarayoni haqida ma'lumot berib o'tsangiz, ya'ni Qulupnoy yetishtirish uchun qanday yer va iqlim sharoit tanlanish kerak bo'ladi? Avvalambor yerda sho'rlik bo'lmasligi kerak. Suv ham sho'r bo'lmasligi kerak. Suvda ham o'zini yesa, pH-larini to'g'rilab berish kerak. Sharoitga kelganda bu yerni tekis olsa, bunday issig'i kechqurun qish vaqtlarida 13 gradus, kunduzi yoz mana shu chillalarda 30 gradusgacha issiqqa chidab beriladi. Undan o'tdimi o'sha kasallanish boshlanadi. Sovuq bo'lib ketsa ham tomirda kasallik boshlanadi. Ana shunda eng nosi o'sha peripat bo'lmay, kechqurun issiqlik agar bunday bo'ladigan bo'lsa, agropalkalarni qilsa bo'ladi biz Surxondaryo sharoitimizga. Pechka yoqmay, bizlar qishda pechka yoqdik, joyimiz kattaligi uchun. Surxondaryo sharoitida agropalka bilan ham olib qo'ysa bo'ladi buni. Bemalol hosil berib, gullab, asalarilar bilan chaylanadi. Biz asalar qo'ygan, endi issiq vaqt kerak emas bunga. Asalar terim vaqti. Shungacha asalarimiz bor lekin. Endi mana ko'p obunachilarimizga qiziq, qaysi navini ekishni tavsiya berasiz Ravshan aka? Endi bizga shu eng Surxondaryo sharoitiga yaxshi bo'lgan ham bozorbop
bo'lganligi uchun koreyskiy sulxang yaxshi. Koreyskiy sulxang bu nima deyam yaxshi. Keyin bozorga talabiga javob beradigan eng birinchi o'rindagi qulupnayda bu. Bunday kasallikka ham chidamligi yaxshi. Unchalik tez kasal bo'lmaydi. Chidamligi yaxshi, ham bozorbob. Yeganingizda ham ta'mi ham shirin. Shuning uchun shu navda maslahat beramiz. O'zimiz ham shundan ekdik. Mana bu ko'chatlarni qaysi vaqtda ekiladi? Surxondaryo sharoitida. Bizda sentyabr oyida ekkan eng ma'qul biz sharoitga, Surxondaryo sharoitiga eng ma'qul sentyabr oyida 5dan boshlab eksa, o'sha oktyabrgacha ekib bo'lsa, eng qulay vaqt shu. 5 yil davomida olib kelyapmiz. Eng qulay vaqt shu sentyabr oyi 5dan boshlab. Yaxshi. Qulupnoy parvarish qilishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Qanday parvarish qilinadi bular? Sug'orish tizimi qanday? O'g'itlash tizimi qanday? Sug'orish tizimi tomchilatib sug'orish. Buni eng nimasi shu kasalligi shu shira bilan klips bor. Shu shira bilan klipsga guldan oldin, hosildan oldin sepib olinadi. Hosildan keyin shunday ximikat ishlatilmaydi bunga hosilga kirgan vaqtda. Qanday ximikatlar bilan bularni himoya qilasizlar? Shu shiradorga gepard degani bor, shu gepard degan nodni sepiladi, hidsiz, zararsiz, ko'chatlarga zarar bermaydi, faqat kasalliklar uchun, shira uchun, klips uchun sepiladi. 2 marta sepiladi bo'ldi, undan keyin shira kelmaydi bunga. Endi bularda eng ko'p uchraydigan kasalliklar va zararkunandalar nima? Kasallik bunda tomirda kasallik ko'p bo'lishi mumkin. Mana shu yer sho'r bo'lsa yoki sho'r suv berilsa bunga tomirda kasallik bo'lishi mumkin. Buni ham o'zini oziqalari bor, shu doridan tirik hujayra bor. Shundan beriladi bu. Har 20 kunda bir profilaktika qilinadi bu. Shu oziqalar. Endi yerga keladigan bo'lsak, eng yaxshi yer bularga qanday? Qumloq joymi yoki sakkiz joymi? Suv sathi pastda bo'lish kerakmi? Qumloq joy bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Bu drenaj yaxshi bo'ladi, tez oziqa talab qiladi, tez suv talab qiladi. Tuproqqa mana shu hozir tuproq bizdagi yerlar. Yerlar yaxshi, munosib yo'q bunday. Faqat bular 3 kunda oziqlansa tuproqda. Qumloq joyda 2 kunda, har kun oziqlanadi. Har kun oziqlansa, har kun o'zgarish bo'ladi unda. Yaxshi. Endi mana shuncha parvarishlab, yetishtirib nima qilyapsizlar ekan? Endi bularning bozori haqida bir nima qilsangiz, bir mavsumda gektaridan qancha hosil olasizlar? O'rtacha. O'rtacha 30 tonna mo'ljallab turibmiz o'zi. Bir dona ko'chatimizda o'zi 500-600 grammgacha hosil beradi. Yaxshi bo'lgan-a? Yaxshi bo'lgan. Bizda shunday holat hozir. 1 gektardan 30 tonnagacha hosil olamiz, xudo xolasa. Shu hozirgi kunda masalan mana shuni hozir suhbatlashganimizda dekabr oyidan sotib boshladik dedingiz. O'sha dekabr oyidagi narx-navolar qanday bo'lgan? Mana hozir mart oyida narx-navolar qanday? Dekabr oyida narx-navo pastroq edi sal. Yanvarga o'tadi, yanvar fevral, mart oyida уже uni narx ko'tariladi. Mart, aprel oylarida yaxshi narx bo'ladi. Biz shu vaqtga to'g'rilab olib kelganmiz buni. Dekabr oyida ham chiqqan, lekin uncha ko'p massaga kirgan yo'q edi. Hozir endi martning 3-martdan o'sha massaga kirib boshlagan bu. Hozirgi kunda kilosi qancha buni? Hozirgi kunda eng katta adborlar 350 mingdan Toshkentga topshiramiz. Toshkent, Samarqand biz asosiy klientimiz. Adborlar, eng garoqlar 80 ming, 90 minggacha boradi. Eng kichkinasi. Eng kichkina 10 grammliklari. Endi 45 grammdan 47, 25 grammdan 47 grammgachasi adbor hisoblanadi. Keyin sredni 1 bor, sredni 2, sredni 3, eng oxirgisi garoq hisoblanadi. Mana shu garoqlarimiz 80 mingdan Toshkentga o'zimiz ichidan upakovka qilib jo'natamiz. Toshkentda o'zimiz sotuvchimiz bor, o'zi o'tirib sotadi. Yaxshi. Ana endi mana barchaga qiziq Qulupnoyni ko'chatlarini qayerda olsa bo'ladi, narxlari qancha ko'chatlarda va bir sotixga ketadigan xarajatni bir hisoblab aytib bersangiz. Bir sotixga 700 dona ko'chat ketadi, 700-750 atrofida.
Oraliq masofasi 25 santimetr, 20 santimetrga 35, mana enligi 35 santimetr bo'ladi. Mana bundan bu oraliq Bu oraliq 35-40 gacha. Mana bu oraliqlar 25 santimetrdan bir qaror chekiladi. Oraliq. 10 santimetr, 8 santimetr oraga 2 dona managa shlang qo'yilgan. Endi ko'chatlarga kelsak, ko'chatlarni o'zimiz qilamiz bu yil xudo xolasa. Toshkentdan olib kelib ekkanda stress bo'ladi bunda. Stress degan narsa hamma ko'chatda, hattoki daraxtlarda ham bo'ladi stress. Sharoitga moslashish. Moslashish, ob-havoga, yo'lda qiynaladi balki ekkinchilar ham qisiladi. Shuning uchun biz mana shu bu yil o'zimiz qilamiz deyapmiz shu yerda. Mana shu issiqxonada hamma sharoitimiz bor. O'zimiz sotuvga chiqaramiz. Biz 3000 so'mdan o'tkir olib kelganmiz. Xudo xolasa ancha xalq qancha nima bo'lsa arzonroq qilib, mana shu o'zimizning stress olmaydigan darajada qilib shu yerda o'zdan ko'chatlar chiqaramiz xudo xolasa. Sizlardan demak avgust, sentyabr oylari bemalol ko'chat olib kelishlari mumkin. Albatta, hurmatli kuzatuvchilar, telefon raqamlarini qo'yamiz. Ko'chat vaqtida mana shu yerdan kelib ko'chat olib ketishlaringiz mumkin. Taxminiy daromad va xarajatlar haqida gapirib bersangiz Ravshan aka. Endi buni bir sotik issiqxonaga 700 tagacha, 700-750 tagacha ko'chat ketadi. Uning donasi 3 mingdan bo'lsa ham 2 million 100 million atrofida bo'lib qoladi. Oziqasiga ham shuncha ketganda shu 5 millionlar atrofida bir sotikka xarajat bo'ladi. Xarajat bo'ladi oziqasi to hosilga borguncha. Biriga 3 foyda qiladi. Sotilganda o'sha sotuvga chiqqanda kilosini 300 mingdan sotsa ham o'rta hisobdan 10-15 million bir sotikdan daromad qiladi. Yaxshi o'zining mutaxassis bo'yicha birinchi yil, ikkinchi yilda o'sha buni ancha o'rganib qoladi. Yaxshi. Daromadga ko'proq kiraveradi. Foydali tomonlarini qilib, oziqa uncha ko'p oziqa berilmaydi. Hatto mana pomidor bodringdek ko'p katta oziqa yemaydi bu. Grammlab, kilolab eng ko'p berilgan bir sotikka 1 kilo standart ketadi oziqasi. Oziqasi. Katta oziqa yo'q bunda. Ravshan aka, mana endi siz mana anchadan beri tajriba orttirgansiz. Yangi biznesmenlarga yoki tadbirkorlarga siz mana shu qulupnoy yetishtirish haqida qanday maslahatlar bera olasiz? Yangi dehqonlarga maslahatimiz eksin buni. Daromadi yaxshi. Har doim bozori chaqqon buni. Shu darajaga yetkazib ekib, buncha maslahatni berib turamiz o'zimiz. Bu yil xudo xolasa o'zimiz отдельно oziqalarni o'zimiz ta'minlamoqchimiz. Katta bir baza yaratib, shu bazani o'zida oziqasini tarqatamiz xudo xolasa. Demak, qulupnoychilikda Surxondaryoda rivojlantirish rejalaringizda bor. Rejamiz bor. Oziqalarni ham aytayapman-ku, bitta baza qilamiz, oziqasini o'zi necha dona olgan bo'lsa qulupnoy ko'chat, faqat bizdan ko'chatga olganlarga. Agronomsiz o'zimiz shu oziqalarni kilolab, to'g'rilab, taroziga qilib beramiz. Shu har kunlik oziqasini, bir haftalik oziqasini qilib beramiz. Buni daromadi yaxshi. Pomidor bodringdan ko'ra ancha yaxshi buni daromadi. Ravshan aka, endi bu qulupnoyni o'rganish uchun baribir nimadir qilish kerak, qayerdadir o'rganish kerak. Siz tajribalaringiz haqida qanday o'rgangansiz, shular haqida gapirib bersangiz. Bizni tajribamiz 3-4 yil oldin boshlaganmiz buni mayda-mayda qilib, keyin bu yildan boshlab Otabek aka kelib o'rgatib, o'zidan ko'chat olganmiz. Boshda ko'chatni o'zi o'rgatib, mana shu darajagacha olib kelgan. Toshkentlik Otabek aka. Toshkentlik Otabek akamiz. Shu kishi ko'chatdan bergan agronomik xizmatini ham qilib turibdi. Polni menga o'rgatib kelyapti shu. Qolgan ololmagan darslarni shu Otabekda olib kelyapmiz mana 1 yildan beri. Shu tajribada ham mana shu yerga o'zi o'rgatadi, qanday oziqa beriladi, qaysi vaqtda hammasini o'zi aytib berib kelyapti. Qulupnoyni boshlayman deb turgan yangi dehqonlarimizga qanday maslahatlar bera olasiz? Issiqxonasi bo'lsa boshlasa bo'ladi. Uncha ishi og'ir emas, mehnati. Faqat salgina ilmini bilsa buni, YouTube'larda mana berib boramiz mana shunday har doim. Kurslar bo'ladi. Shunga qarab o'zi bilan davom ettirib kelsa bo'ladi-da, bunday unchalik og'ir emas ishi buni. Demak, yangi dehqonlarimiz mana shu bemalol Ravshan akamizga murojaat qilib,
ma'lumotli maslahatlar olib mana shu qulupnoy biznesini boshlasa bo'lar ekan, qo'yilsa demak, bo'ladi to'g'rimi? bemalol. Endi mana eng ko'p masalan dehqonlarimizga, yangi dehqonlarimizga maslahat bering. Eng ko'p uchraydigan kasalliklar qaysilar bularda? Qanday xatolar qilsangiz bunda qulupnoylar yaxshi yetilmasligi mumkin? Endi eng ko'p shu tomirda, hamma oziqa tomirdan yeydi bu. Mana quyoshda ham fotosintez jarayoni bor. 7 soat, 8 soat quyosh tushishi kerak bunga. Qish davomida qishda ko'proq iloji boricha ko'proq ochib turishi, quyosh fotosintez olish kerak bu. Keyin tomirdan asosan kasalliklar, shu ko'p yaqitday bo'lsa, sovuqlik bo'lsa, tomir kasallanishi mumkin. Tomirlarda oziqa beriladi, davolanadi. Uni ham uncha nosi yo'q. Qiyinchiligi. Qulupnoy uchun tuproqlar qanday tayyorlanadi? Masalan, mana bunda tuproqda ko'targan yerlarda, 1.20 ga oraliq 1.20 bo'ladi agatlarning ichi. Shu pomidor, bodringnikida tayyorlanadi. Iloji boricha balandroq qilish kerak. Mana shu bemalol shodalab pastga tushib turadi mana shunday bo'lib. O'ng chap ekilishi bor buni ham. O'ng ekilgani mana shunday bo'lib turadi, mana hosillar. O'ng ekilgani mana shu ichkariga tushadi. Chap ekilib, bitta ikkita chap adashib qolgan, mana shunday bo'lib, mana bu yerda hosil bersa sal bu nima bo'larkan, mana burib qo'yish kerak buni. Ish ko'payadi sal. Demak, bu qulupnoyda mana shunday ekilishda chap, o'ng tomon degan narsalar ham bor ekan, demak, ha? O'ng ekilganlar xuddi mana shu agatcha, agatlar sal chuqurroq olinsa, odamga ishlashga ham qulay bo'ladi. Demak, mana bunday joylardagi qulupnoylar nima bo'ladi endi? Chap rivojlanmay qoladi. Bular shamollamaydi, changlanmaydi. Mana shuning uchun mayda-mayda bo'lib qoladi keyin bular. Bu agatcha tursa, asalarilar yuradi, changlanadi. Demak, tarab chiqish kerak ekanda bularda ham. Yo'q, o'ng eksa bunday narsa bo'lmaydi. Bizda endi 90% o'ng ekilgan. Shuncha agatchaga tushib turibdi mana hosillar. Endi mana bu oraliqlari necha bo'lib ekiladi bular? Bular 20-25 sm enligiga. Mana shunday, mana oraliq 25 sm. Bundagi 35 sm bo'ladi. Endi mana bu material qanday material? Qanday materialda? Salafan, qora salafan bular o't o'stirmaslik uchun. Ham namni qochirmaydi. Begona o'tlar, begona kasalliklar bo'lmaydi. Tomir doimiy issiq holatda turadi. Ham mevalarga ham mana shilliq qurt bor, har qanday hasharotlar mevaga yopisha olmaydi. Meva yerga tegib tursa, chirish boshlanadi mevada. Bularda chirish bo'lmaydi. Mana shu tabiiy toza turadi mana shunday. Hech qanaqa bunga chang, musor yaqinlashmaydi. Shuni evaziga mana salafni tagidan o't o'smaydi. Eng asosiysi shu, begona o'tlar. Buni joyiga agrovolokna qo'yish ham mumkinmidi, yo'qmidi? Yo'q, bu issiqxonaga bo'lmaydi. Bu ochiqqa agrovolokna qilsa bo'ladi. Ochiq dalaga? Ochiq dalaga qilsa bo'ladi. Ochiq dalaga salafan bo'lmaydi. Tez isib ketadi. Hosilga, barglarga, gullarga katta zarar tegishi mumkin. Agrovoloknada havo olinadi tagidan. Aytgancha do'stlar, yana ochiq dalasi ham bor. 4,5 gektarmidi? 4,5 gektar. 4,5 gektar ochiq dalasi bor. Uni keyingi ikkinchi qismidagi videolarimizda qo'yib boramiz. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga a'zo bo'lib, layklarni bosib, gumillatib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, ochiq dalasidagi videolarni ham qo'yib beramiz. Shoshma. Organik Ravshan aka, mana organik usullardan foydalanasizmi yoki mineral o'g'itlardan ham foydalanib turasizmi? Mana shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bu yil polni mineral o'g'itlardan foydalandik. Organik o'g'itlardan foydalanishga sal bizda vaqt yetmay qoldi. Kunimiz ekilish jarayonidan o'tib ketadigan qoldik. Shuning uchun bu yil faqat mineraldan foydalandik. Endi kelgusi yil xudo xolasa organika o'g'itlardan foydalanamiz. Endi organik o'g'itlarda biogomusdan foydalanish samaralimi yoki go'ngdan foydalanish samaralimi yoki qandaydir chirindilardan foydalanish, qaysi birini tavsiya qilasiz? Endi tajribamiz davomida ko'rganimiz faqat bizga go'ng ma'qulroq. Eng nimasi tomir yotishiga ham, tomir kuymasiga ham biogomus ham bo'ladi, lekin unchalik darajada emas. Porichalik darajada effekt bera olmaydi u.
Endi ko'plar mana kuzatadi bizni, boshqalar ham kuzatadi. Mana shu haqida go'ngda qilgan yaxshimi yoki biogomusda qilgan yaxshimi? Mana shu haqida kimda qanaqa tajribalar bo'lsa, bemalol kommentariyada bo'lishlaringiz mumkin. Mana Ravshan akamiz aytayaptiki, biogomusdan ko'ra ko'proq go'ng yaxshi samarali foyda berdi deyapti. Albatta o'zlaringizni tajribalaringizni bo'lishlaringiz mumkin. Ravshan aka, mana bu endi hosildorlikni oshirish uchun qanday chora-tadbirlar ko'riladi? Hosildorlikka shu oziqasini oziqa beradi, kalsiy, magniy, natriylar berib nima qilib boriladi. Nitratlar. Shu oshirishga ham, nima hosilni kattatirishga ham bir xil oziqa bo'laveradi. Tomiriga ham zararsiz oziqalar shular. Endi mana hammaga qiziq, qulupnay yetishtirishning qaysi usullari serdaromad hisoblanadi? Issiqxonadami yoki ochiq daladami? Shu haqida ma'lumot Asosan qishning mevasi bu. Shuning uchun issiqxonada qilgan ham yerda qilgan ancha serdaromadroq. Bunday xarajat yo'qda, bunda tomchilatib sug'oriladi o'zi. Eng yaxshisi issiqxonada qilgan yaxshiroq. Yaxshi. Hozir Ravshan aka, qulupnay yetishtirishda eng katta qilgan xatoyingizni sanab bersangiz, ikkitasini. Eng katta xatomiz bizda shu yerimiz tekis olinmagan. Bir tekisda bo'lishi kerak yer. Ikkinchi xatomiz shu qish oylarida issiq sovuqda peripod bo'lgan. Gradus 13 gradus issiq bo'ladigan vaqtlarda bizda 6-7 gradus bo'lib qolgan. Ana shu vaqt ikkovida xatoligimiz ketgan. Mana endi yangi mana shu qulupnay biznesiga qiziqqanlarga nimadan boshlashni maslahat berardingiz? Eng birinchi maslahatim shu yerda tekislab, to'g'irlab, baland pastligini to'g'irlab olsa va shu suvda. Suvda sho'rlik darajasi kamroq bo'lsa, kislotalar bilan to'g'irlab, shu ikkovida eng katta xatolik ana shu ikkovini to'g'irlasa, issiq sovuqda endi o'zini qo'lida. Eng yaxshisi tajribali ustoz topish. Bu ustoz topib boshlagan ma'qul deb o'ylayman men. Shunday. Yaxshi. Aziz do'stlar, mana dehqonimiz bilan ancha suhbatlashib oldik. Ana endi qulupnaylarni taxlab, qadoqlash jarayoniga borib sizlarga hozir ko'rsatib beramiz. Mana aziz do'stlar, hozir qulupnaylarni sortirovka qilish jarayoniga keldik. Mana juda ham chiroyli, ajoyib. 15 ga yaqin opalarimiz xizmat qilib, mana shunday qulupnaylarni ajoyib qilib Toshkentga, Samarqandga jo'natish uchun sortirovka qilyapti. Mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Narxlar bilan ham tanishtiramiz. Mana bu yerda eng oliy navi 320 mingdan 350 minggacha ekan bozorda hozirgi narxi. Mana bu 220 mingdan 250 minggacha birinchi sorti bu. Mana bu ikkinchi sorti. Buni narxi 180 ming 200 ming atrofida ekan. Mana bu narxi qancha? 120dan 130gacha. 120dan 130 minggacha ekan. Garohimiz 80-90. Eng oxirgi narxi mana aka garohi 80 ming 90 ming hozirgi narx bo'lib turgan ekan. Mana ajoyib chiroyli qilib opalarimiz tarozilarda o'lchab mana shunday sortirovka qilyapti mana. Mana azizlar 38 gram chiqyapti. 50 gramgacha chiqadi deyapti hozir bittasini har birovini. Mana shunday qilib chiroyli qilib qulupnaylarni sortirovka qilyapti mana. Mana ki oliy navlari mana bu tomonda turibdi. Mana shu opalarimiz sortirovka qilib chiqishyapti.
Mana do'stlar, mana shu holatda ящикlarga upakovka qilib Toshkent, Samarqandga jo'natishadi. Qog'ozimiz bor edi. Manaki ustidan qog'oz qo'yib, mana shunday qilib transportirovka qilish uchun juda ham ajoyib qilib upakovka qilib jo'natar ekan. Aziz do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turishda davom etingizlar. Bundan ham chiroyli yaxshi videolarni qo'yib boramiz. Xayr, sog' bo'lingizlar.